Abduqodir Husanovning Italiyaga transfer qilinishi haqida mish-mishlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Manchester Cityning oxirgi o'yinlarida Husanov zaxirada qolgach, muxlislarimizda xavotir kuchayib bordi. Bu esa o'z navbatida turli farazlarni keltirib chiqaradi. Ijara, transfer, Pep bilan kelishmovchilik va hokazo. Vaziyat qandayligi bo'lishi uchun Abduqodirning yaqinlari bilan gaplashdim. Aslida nima bo'lyapti? Birinchi navbatda aytib o'taman. Gvardiola bilan hech qanday shaxsiy va professional tarzda ziddiyat yo'q. Aksincha, Pep mashg'ulotlarda doimiy tarzda unga e'tibor qiladi, pozitsiyasi bo'yicha taktik ko'rsatmalar beradi. Ishonchi so'nmagan. Jismoniy jihatdan ham Husanovda hozir muammo, pasayish yo'q. O'yinlarda tushmayotganligining sababi sog'lom raqobat. Yana bir yosh himoyachi Oriali chap qanotda ketma-ket uchrashuvlarda gollar va assistlar qayd etgach, yoshga Gvardiol markazga o'tkazildi. Diash lider sifatida markaziy o'ng himoyachi sifatida harakat qilmoqda. Pep shu variantni qo'llagach, City qatorasiga o'tishni boshladi. Nafaqat Gvardiola, aksariyat murabbiylar natija bo'lib turgan joyda rotatsiya qilmaydi, ayniqsa himoyada. Qolaversa, mavsum yakunida City'ning yo'qotadigan har bitta ochkosi Chempionlar Ligasidan mahrum bo'lishi mumkin. Bugun yutsa va himoya yaxshi o'ynasa, ertaga yana shular tushadi. Bu normal jarayon. Abduqodir Husanovda hali imkon bo'ladi, ishoning. O'zining yondoshuvi pozitiv payt poylayapti. Fik xabarlarni o'qib qolsa, balki kayfiyati biroz buzilishi mumkin, lekin u o'qimaydi. Siz ham faqat ishonchli manbalarni kuzating, deydi Davron Fayziyev. Aziz do'stlar, videoda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Abduqodir Husanovga esa omad tilab qolamiz va yutuqlarda bardavom bo'lishligini tilab qolamiz.